gijasi bor edi, keyin ozg'in edi, ichi qotardi. Shu muammosi bo'yi pastligi uchun shu muammolari. Aslida buni gijasi bilan shu ichi qotardi. Shu uchun olgan edim o'zi. Men buni Buxoroning o'zida lecheniya oldirganman. Klinikada 5 kunlikda. Yo'q, o'zgarish sezmadim. Gijasi tushganini ham bilmadim, o'zgarish ham sezganim yo'q. Keyin shu mahsulotni Instagramda ko'rib qoldim. Shu kishiga chiqqanlarini rolikda ko'rdim. Qayta ko'rdim. Keyin aytdim, aniq o'zimizni shahrimizdan aldamasala kerak deb, keyin ishonch hosil qilib zakaz qildim. Srazi anaqa qoldirdim men, avval yozib qoldirdim. Keyin telefon qilishdi. Keyin yo'q chiqdilar, Vitaviyga nima izoh qoldirgan ekansiz, qiziqish qoldirgan ekansiz, kimga olmoqchisiz? Men aytdim, navaramga olaman. Keyin shunga nima kamchiliklari bor ayting deyishdi. Keyin aytdim, shunaqa gijasi bor, bo'yi past, ozg'in, ichi qotadi, injiqligi bor, dog'lar hosil bo'lgandi yuziga. Mana hozir yo'q, yuzlari tiniq. Sevib iste'mol qiladi. Yolg'on demasam, bu juda ham ichi qotardi-yu. Bir 5 kun, 5 nimasini paketini ichgandan keyin, 5 kundan keyin o'sha har kun chiqadigan bo'ldi. Ichlari o'zgarish bo'lib, ovqatlanadigan, injiqliklari qolib, yuzdagi dog'lar kamayishni boshladi. Keyin shunga men aytdim, yo'q, endi to'xtatmaslik kerak, olib berish kerak. Boshida ichmadi, achchiqmidi, bilmadim, ta'mini ichib ko'rmabman, lekin ichmadi boshida. Keyin yo'q, hozir sevib iste'mol qiladi. Ozg'in edi, semirgan, bo'ylari cho'zilgan, ichlari qotmaydi, injiqligi yo'q. Ovqatni yaxshi iste'mol qiladi. Hozir yaxshi. Menga telefon qilishdi. Opa, iste'mol qilyapsizlar? Ha, iste'mol qilyapmiz. Qanday o'zgarishlar? Shunaqa marafon bo'lyapti. Qatnashasizmi? Qo'ysangizchi, shu marafonga nima qilaman dedim. Keyin buni o'zi aytdi. Bujon, qatnashaylik, men 50 million yutmoqchiman. Hay, men aytdim, qatnashsang, davomiy olib ichishing kerak. Injiqlik qilmasdan ichish kerak. Ichaman. Shunga qiziqib ichib, yo'q. Keyin marafonga roliklar taxlab o'zi uzatdi. Opalari rolik taxlab tashab turdi. O'zi lekin sidqi dildan shunaqa istadi pul yutuq chiqishiga. Juda ham. Yo'q, keyin ertalab sahar bilan meni oldimga keldi. Bujon, menga pul chiqdi, men pul yutdim. Ishonmadim lekin. Keyin rolikni o'zi qo'yib berdi. Yo'q, haqiqatdan telefon bo'lishdi. Sardorbek, sizni nimangizmi deyishdi, navarangizmi? Ha, men navaram. 15 million yutuq chiqdi. Tabriklaymiz. Men aytdim, haqqoniymi shu? Ishonmadim, men rolikda ko'ribam dedim. Keyin aytdiki, yo'q, ikkinchi o'rin. Yutuqlaringiz muborak bo'lsin, kelib olib ketishlaringiz kerak. Haqqoniylarga ishonch hosil qilib kelib ketishlaringiz kerak deyishdi. Aytdim, kartaga tashab bera olmaysizlarmi? Bormasak ham bo'ladimi dedi. Yo'q. Bu narsaga kelishingiz kerak, haqqoniylikka ishonch hosil qilishingiz kerak. Deyishdi. Keyin mana navaramni olib turib keldim. Men siz bilan to'g'ri, telefonda gaplashganman, lekin mana yuzma-yuz bo'lib hali Toshkentda kelib sizlar ofislaringiz qayerda, nima, kimsizlar men bilmasdim. Keyin ana telefon qilishgandan keyin turib keldik, haqqoniylikka ishonch hosil qildik. Men sizni birinchi marta ko'ryapman. Olib ichirsin, effekti yaxshi. Men o'zimni navaramda nima qilib ko'rdim. Faqat o'zgarishi bor, yaxshi effekti. Olib ichishni tavsiya qilaman.